Hozir biz 150 metr balandlikda turibmiz. Bugun havo biroz tumanli. Lekin odatda bu yerga ko'tarilganda butun Toshkent ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Tog'lar, Toshkent, Amir Temur xiyoboni, teleminora barchasi ko'rinib turadi. Toshkentliklar uchun bu yerda yashash obro'-e'tibor belgisi hisoblanadi. Xuddi shu binoning yuqori qavatida suzish havzasi, restoran joylashgan bo'lib, birinchi qavatda savdo markazi, turar joy xonalari, umumiy ovqatlanish joylari va ko'ngilochar maskanlar mavjud. Minora hududida esa ijtimoiy obyektlar joylashgan. Bunday uyg'unlik tufayli biz Toshkent aholisiga 3 xil vazifani o'z ichiga olgan ixcham yechimni taklif etamiz. Тремя различными функциями. Savdo markazining o'zida joy, muhandislik yechimi mavjud ekan. Yuqoridan ko'cha ko'rinib turadi. Biz savdo markazining yuqori qismini butunlay ochiq qoldirdik. Shu tariqa toza havoning uzluksiz oqimini ta'minladik. Savdo markazi shahar ko'chasiga o'xshatib loyihalashtirilgan. Улицу. Cadde gibi bir alışveriş merkezi.